Tomoq og'riqlarini qaysi turlari bepushtlikka olib keladi? Tomoq kasalliklari, ya'ni tomoqda barcha yallig'lanish kasalliklar, masalan, faringit, laringit bo'ladigan bo'lsa, shular ya'ni limfa orqali o'tib, prostata bezida va boshqa yallig'lanish kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin, lekin asosiy sabab bo'la olmaydi. Sahari bor inson muntazam Viagra iste'mol qilsa, qaysi organi ko'proq zararlanadi? Sahari bor insonlarni Viagra ko'p iste'mol qilsa, asosan yurak va qon tomirlariga ziyon tegishi mumkin, ko'p iste'mol qilsa. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam nabiralari Hasan va Husaynni necha yoshda xatna qilganlar? Bilasizmi? 7 yoshda. Yo, bilamiz bilmasmi desiz? Men bilardim, lekin anaqa точно anaqasini bilmas edimda. Homila tushishi erkaklarga ham bog'liq bo'ladimi? Agar bog'liq bo'lsa, qaysi holatlarda? Homila tushishi erkaklarga ham qaysidir ma'noda bog'liq bo'ladi, ya'niki erkak kishida urug'i sog'lom bo'lmasa, bu sog'lom emas urug' orqali bola paydo bo'lgan bo'lsa, bu bola полноценный bola bo'la olmagan hisobiga tushib ketishi mumkin. 5 ga 1 dan uy sharoitida qutulish yo'llarini sanang. Men mavzuni deydi. 5 ga 1, ya'ni masturbatsiyani uy sharoitida qutulish yo'llaridan biri, birinchi o'rinda o'zimizni band qilishimiz kerak. Ya'ni hech qachon yolg'iz qolish kerak emas. Mana cho'milayotgan bo'lsangiz, tez cho'milib chiqib ketish kerak bo'ladi. Va eng yaxshisi 5 mahal ibodatda bo'lishimiz kerak, o'zimiz ham ustimizda ishlashimiz kerak, ko'p kitob o'qishimiz kerak. Xullas, bekorchi qolish kerak emas.